Bitta gap aytaymi? Qayta hayotga kelmasligimizni hammamiz bilamiz. Hayotga bir marta kelamiz. Shuning uchun keling, sizni hurmat qilmagan, sizni qabul qila olmagan, sizni mehringizni anglab yeta olmagan odamlardan uzoqroq turing. Unaqa odamlarga ortiqcha energiyangizni sarf qilishni o'zi ahmoqgarchilik. Shu uchun o'zingizni yaxshi ko'rib, o'zingizni seving, o'zingizni hurmat qiling. Chunki siz bilmaysiz, siz qatdan bilasiz, balki barcha odamlarni yaratayotganda Allohim inga sizga kelganda qo'liga olib, shu bandamni o'zgacha, boshqa bandalarimga nisbatan umuman boshqacha qilib yaratdim deb peshonangizdan bir silab yerga tushirib yuborgandir balki. Shu uchun siz o'zingizni hurmat qiling, o'zingizni yaxshi ko'ring, farzandlaringizni